Mən özümni yaxşı görüb qalğanda, hər gün sağlam yeməklərini tanlab yeyib, tənini oziqlandırıram. Özümge mas qılğan hərəkətlərini tanlab işləb, tənimni çeniqdiraman. Yeterlik aram erişikə kapalatlık qılıman. Mən özümni yaxşı görüb qalğanda, daim əynəklik özümge qarab gülümsirəyman. Həm başqalarga gülümsirab muamele qılıman. Mən gülümsirəşning dunyodagi eng go'zal til ekanligini, boshqalarga qilingan eng katta hadiya ekanligini bilaman. Mən har bir odamning qalbida muhabbat borligini bilaman. Mən o'zimni yaxshi ko'rib qolganda, kayfiyatning badanning ifodalanish ekanligini cho'nqur his qilaman. Badan kayfiyatning natijasi. Mən endi o'zim bilan hargiz qarshilashmayman. Mən endi cahillik qilmayman. Mən qabul qilish va yo'l qo'yishni bilaman. Mən hamma ishning eng yaxshi o'rlashtirish ekanligini tushunman. Mən o'zimni yaxshi ko'rib qolganda, har bir kayfiyatning keynida muhabbatning izhori borligini ko'rdim. Mən qayg'u yoki g'azabning hammasi muhabbatning kamchiligidan ekanligini tushunman. Mən kishilarning hammasining muhabbatga tashna ekanligini ko'raman. Mən boshqalarga bo'lgan bahoyimni tashlashga boshlayman. Mən o'zimni yaxshi ko'rib qolganda, ichimda cheksiz kuch paydo bo'ladi. Mən endi o'zimni isbotlamayman. Mən endi boshqalarning ko'ngil bo'lib e'tirof qilishiga tashna bo'lmayman. Mən faqat o'zim haqiqiy o'zim xushal bo'ladigan ishlarni qilaman. Mən hayotimga mas'ul bo'lishni xohlayman. Mən o'zimni yaxshi ko'rib qolganda, mən hayotimga minnatdorlik bildiraman. Mən hayotim yuz bergan barliq ishlarga minnatdorlik bildiraman. Mən barliq uchirtishlarga minnatdorlik bildiraman. Mən atrofimdagi har bir kishilarning ko'zidan o'zimni aniq ko'ra olmayman. Özümni yaxshi ko'rib qolganda, yuragim bargan sir yumshab qolganligini, mehr shafqatli bo'lib ketayotganligimni bilaman. Men dunyo bilan manbadash. Men o'zimning qalb tinchligimni yaxshilasam, dunyodagi hamma narsa avtomatik yaxshilanadi. Men o'zimni haqiqiy yaxshi ko'rib qoldim. Mening ichki dunyoim nima degan tinch? Mening jismoniy va ruhiy jihatdan birlashishim, men qilgan barliq ishlarning hammasi qalbimning yetakchiligida bo'ldi. Men bir muhabbat, men bir nur, men muhabbatdan nur orqali dunyoimni yo'ritaman. Mening dunyoimdagi har bir odamni yo'ritaman.